Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz Namangan shahridamiz. Qadrdonlar, tom yopish bo'yicha yangilik so'raganmi deylar. O'tgan safar qaysi mahsulotdan tom yopish qanchaga tushadi degan mavzuda yoritgan edik. O'sha videomizda aynan shu gepga cherepitsani aytib o'tganmiz. Arzon oltin joyini va umumiy ustalar bilan yopib ketadigan odam so'raganmi deylar. Sizlarga Master tom markaziga yetib kelganmiz. Aynan Master tom markazida mana shu mahsulotni dillerligini olishgan ekan, oltin birinchi qo'l qilib. Sizlarga shu mahsulotni O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatib, tomiylarga chiroyli yopib ketishadi. Qaranglar, bu orqa tomoni. Orqa tomon qanaqa? Saqich ko'chigan shunaqa narsa, lekin bu yondirib ko'rganmiz, yonmas ekan. Ustidagi ko'rib turgan bu tosh, tabiiy toshdan qoplama bo'lganligi uchun bu narsa rangi o'chib ketmas ekan. Va eng bu o'zi nima uchun ommalashib ketgan desiz, Rossiya bilan Yevropada bu narsa ommalashgan. Gipki cherepitsa deb YouTube'ga yozsanglar, yana batafsil ruscha, inglizcha kontentda chiqadi, ko'rsanglar bo'ladi. Bu narsa yomg'ir yoqqanda hech qanaqangi o'zidan ovoz chiqarmaydi. Misol uchun tunuka ham, shifra ham, misol yomg'ir to'g'ri yoqqanda taqir degan ovoz chiqadi, to'g'rimi? Bunda lekin unaqa ovoz chiqmas ekan. Shu tomoni bilan juda mashhur bo'lib ketgan. Va yana bitta yaxshi tomoni, mana materialni yaqinroqdan ko'rsataylik-da. Quyoshda hamda sovuqda o'zida bir mo'tadil qilib ushlab bera oladi. Ya'ni tunuka, shifrchalik issiqda o'tkazib yubormas ekan. Shu tomonlama bu narsa juda trendga kirib ketgan. Endi bu joyda mana tomda eng tepa qismiga aynan shu gipki cherepitsadan akalarimiz yopib berishibdi. Butun O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatishar ekan. Xohlasanglar bu cherepitsani, gipki cherepitsani o'zini optim narxda olsanglar bo'ladi. Xohlasanglar usta haqqi material ichida hamma yo'g'i bilan qilsanglar bo'ladi. Endi bu 3-4 etapli bo'ladi. OSB ham ishlatiladi bunga. Maxsus o'zining qoplamasi bor. 3-4 etapdan iborat bo'ladi. Qaranglar, buni birinchi etapi OSB bo'lsa, keyin gilam va mana shu gipki cherepitsa. Shu 3 etapli esa usta haqqi material hammasi ichida 320 ming so'mdan to'xtaydi ekan. To'g'ri, qimmat bo'lishi mumkin, lekin bu mahsulot aytib o'tganimizdek eng yaxshisini xohlovchilar uchun va noodatiy tom xohlovchilar uchun tavsiya qilinadi. Keyin buni bitta zo'r tomoni aytaymi, qaranglar. Bu mahsulotning bitta zo'r plus tomoni o'zimga ham yoqqan. Misol deylik, mana oldingiz bu cherepitsadan, misol mana qo'ydingiz, mana holatda mana yopildi va ustiga yana mana shu holatda qo'yib ketasiz. Yopib ketilgandan keyin mana shu holatda qo'yiladi. Misol bu yerda qanchadir qismi отходga o'tib ketib qoladi, to'g'rimi? Bunga pul olmaydi. Mana shu sizni tomingiz qanaqa holatda tursa, shunga kvadrati chiqadi. Misol uchun sizga bitta pachkasida 6 kvadrat jo'nasa, lekin sizlar 3 kvadratga pul to'laysizlar. Tasavvur qilasizlarmi? Shu tomonlama zo'r. Misol chiqib ketadigan отходi, misol yopilib qoladigan joyiga pul olmaydi. Shu tomonlama narxi haligi o'ziga nisbatan arzonroq chiqadi. Va bunda отход yo'q. Hamma joyini bo'lib yopishtirib ketsangiz bo'ladi. Misol bu yerda mana yopishqa joyi bor. Mana bir-biriga yopishyapti-yu. Yopishqa joyi bor. Shu holatda bo'ladi. Qadrdonlar, ekranda telefon raqamini qoldiramiz. Yana batafsilroq ma'lumot olmoqchi bo'lsanglar, mana shu raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin.